Xayrli kech hammaga. Bir ish boshlamoqchi bo'lgan insonlar uchun bu ochirimim. Ya'ni nimadir ishni boshlamoqchi bo'lib turibsizmi, shunaqa boshlash arafasidamisiz, qanaqa bo'ladi bu ishingiz deb ko'rib olamiz. Ya'ni yangi ish boshlamoqchi bo'lgan insonlar uchun bu ochirim. Nimadir ish boshlamoqchi bo'lib turgan insonlar uchun to'rtta karta tashiyman. Karta maslahati tashiyman. 3ta variant qilamiz bunga ham. Xo'p. Qani ketdik. To'rtta tashiymiz. Nimadir ish boshlamoqchimisiz, uni boshlashga ikkilanib turibsizmi? Shu holatda ko'ramiz. 3ta variant qila qoling. Tanlashga qiynalsanglar, hammasini tanlashinglar ham mumkin. Yaxshisini oling albatta, yomonini koinotga chiqaring. Bu sizga bir yo'l ko'rsatuvchi xarita deb biling. Katta maslahati. Kartalardan maslahat so'raymiz. Qani bizga qanaqa yo'l ko'rsatadi? Qani ketdik. Tanlab bo'lgan bo'lsanglar boshlayman. Birinchi variantdan. Qani siz nima ish boshlamoqchisiz? Shu kunlarda. Siz nima ish boshlamoqchisiz deganda birinchi variantda ajoyib karta tushdi, lekin buni aytishim kerak. Buni bekitaman ozgina. Siz ish boshlashdan oldin nima qilmoqchisiz? Aytaymi, siz sevgingizdan kechmoqchisiz. Sevgingizdan ketmoqchi bo'lyapsiz birinchi variantdagilar. Ana keyin ish boshlamoqchi bo'lyapsiz. Qani davomini ko'raylikchi, nima chiqadi davomi. Chunki sizda o'sha sizga xalaqit berayotgan narsa sizni sevgingiz. Ya'ni sizdagi o'sha tuyg'ularingiz sizni o'sha ishingizga xalaqit berayotganligi. Shuning uchun undan ketmoqchi bo'layotganligingiz, siz da o'sha narsadan charchaganingiz, nihoyatda charchagansiz. Shuning uchun ketmoqchi bo'lyapsiz. Bunga qaror qabul qildingiz siz. Siz kuchli shaxssiz. O'shani ustidan chiqa olasiz. Birinchi variantni tanlaganlar ajoyib karta tushdi. Davomini qarang, zo'rligini. O'shanda qarang, to'g'ri qarorga kelgansiz, chunki siz shunaqa kuchli shaxssiz. Ya'ni birinchi variant tanlaganlarga ajoyib karta tushdi. Buni aytishim kerak. To'g'ri qarorga kelganligingiz isboti mana qarang, sizga pul kelyapti. Xursandchilik kunlar kelyapti, sevgingizdan kechsangiz. Ya'ni o'sha sevgingizdanmi, o'zingizni qiynayotgan qanaqadir bir tuyg'ularingizdan kechsangizgina sizni hayotingiz, o'sha boshlayotgan ishingizda sizga omad kelyapti. Ya'ni pul kelyapti. Yaxshi kunlar kelyapti. Oila davrasida, do'stlar davrasida xursandchilik kunlari kelyapti. O'zingiz xohlagan daromad kelyapti. Karta maslahati bu. Karta sizga shuni aytyapti. Sizga yo'l ko'rsatyapti. Kechishingiz kerakmi? Keching bu narsadan deyapti. Siz to'g'ri qaror qabul qiladigan insonsiz. Omad tilayman. Birinchi variantga ajoyib karta tushdi. Kimdir shunaqa holatda turgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi variantda ko'ramiz. Qani nimani? Qanaqa ishni boshlamoqchisiz shu kunlarda? Boshlamoqchi bo'lib turibsiz, lekin ozgina beparvoroq bo'lib turibsiz. Qilishim kerak deyapsiz. Oilaga o'sha kerakli pulni o'ylayapsiz. Qilishim kerak deb pulni o'ylayapsiz, lekin sal sizda ikkilanish bo'lib turibdi. Ikkilanish, sal beparvolik bo'lib turibdi. Ya'ni boshlashga qo'rqyapsiz, qanaqadir tavakkal qilishga sizda hozir holatingiz to'xtab turibsiz. Nima uchun to'xtab turibsiz? Mana qarang. Nima uchun to'xtab turibsiz? Siz o'zingiz ustingizda ishlashligingiz kerakligi sizni to'xtatyapti. Ya'ni hozir yoki malakangizni oshirmoqchi bo'lganingizmi, yoki yana o'qib o'rganadigan narsangiz bormi? Shu narsa sizni to'xtatyapti. Ya'ni shunga qaror qilasiz buni. Bahslashmang. Ya'ni shu kunlarda siz bahslashmang. Bahslashmasdan o'z ustingizda ishlang degan bo'lardim. Chunki bahslash, ya'ni janjallash kartasi tushdi. Balki shu borada kim bilandir tortishayotgandirsiz. Bahslashmang, o'zingiz ustingizda ishlang degan bo'lardim. Ikkinchi variant tanlaganligi.
Sizda yo'l yo'qdek turibdi. Ketgis nima deydi? Siz o'sha pulga yoki ishingizni qidiryapsiz. Sizga imkon yo'qdek nazaringizda, lekin sizda imkon bor. Sizga yaratgan egam ko'rsatib turibdi, berib turibdi. Faqat uni ko'rmayapsiz, anglolmayapsiz. Ikkinchi variant tanlaganingiz bor sizda variant. Sizni yaratgan egam qo'llab turibdi. Sizda o'sha to o'zingizni ishingiz ustasi bo'lguncha sizga ozgina pul kelishi sekinlashishi mumkin, shundan xafa bo'lishingiz mumkin, lekin siz o'zingizni ustingizda ishlayapsiz. Tushundinglar? Siz o'zingizni ustingizda ishlayapsiz, sizga pul kelyapti. Boshida ozgina sekin bo'lishi mumkin, lekin keyin sizda hammasi yaxshi bo'lishi. Ikkinchi variantni tanlaganlar omad tilayman. Uchinchi variantni tanlaganlar. Uchinchi variant tanlaganlar, yangi ishni boshlamoqchi bo'lib turibsiz, boshlaysiz ham uni, sizga baraka kelyapti, qarang. Shunaqa baraka kelyapti. Bular barakani bildiradi, yangi ishni boshlanishini, sizni ishingiz hammasi yaxshi bo'lishini, siz intilgan narsa amalga oshishini bildiradi. Uchinchi variant. Sizga aytdim-ku, baraka kelyapti, pul kelyapti, yaxshi xursandchilik kunlar kelyapti. Buni g'alaba qilyapsiz, buni nishonlayapsiz. Faqat bir narsani unutib qo'ymang. Sizga shunaqa omad kelganda, xursandchilik kelganda o'zingizni unutib qo'ymang. Siz bu yerda o'zingizni unutib qo'yapsiz. Ya'ni o'zingizni yaxshi ko'rmayapsiz. Ko'proq xursandchiligingizni boshqalar bilan bo'lishyapsiz yoki ko'cha do'stlar bilan bo'lishyapsiz yoki oilangizni unutib qo'yapsiz, o'zingizni unutib qo'yapsiz. Oilangizni unutmang, o'zingizni yaxshi ko'ring degan bo'lardim. Uchinchi variant tanlaganlarga chiroyli kartalar tushdi. Hozir mana qarang, o'zingizni unutib qo'ygan holatingizda, oilangizni unutib qo'ygan holatingizda ozgina xafa holatga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun karta har doim to'g'ri yo'nalish beradi. O'zingizni yaxshi ko'ring deyapman. Shuning uchun o'zingizni unutib qo'ymang. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Sizda har doim umid bor, intilish bor. Sizda ishlaringiz joyida bo'ladi. Ya'ni sizda har doim umid bor, intilish bor, o'xshaydi hamma narsa sizda. Faqat qarang, zo'r turishdi. Uchinchi variantga zo'r kun ishi boshlashingiz, sizga baraka kelishi, g'alabani nishonlayapsiz. O'sha orada ozgina o'zingizni unutib qo'yyapsiz-da. Xursandchilikda odam ozgina o'zini unutadi-yu, shunaqa holat bo'lyapti. Keyin sal xafa holatga tushyapsiz shu narsadan. Shuning uchun o'zingizni seving deyman, uchinchi variant tanlaganlarga. Juda chiroyli kartalar tushdi. Omad tilayman hammanglarga. Yangi boshlayotgan ishingizda omad tilayman. Rahmat hammanglarga.